Salom dahshatli armiyasi. Charles Oliveira'ni Chael Sonningga bergan intervyusini siz uchun professional dublyaj qildik. Charles bizni juda ham qiynagan savollarga juda ham zo'r javob berdi. Shu sababdan intervyuni oxirigacha ko'ring. Bundan tashqari Chael Sonning juda ham zo'r savollar berish va jangni to'liq ochish bo'yicha juda ham zo'r mutaxassis. Shu sababdan bu intervyudagi savollar darajasiga ham e'tibor bering. Bu juda ham zo'r. Bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Bugun yana ko'p videolar chiqadi. UberX hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshatm deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Charles, men butun Amerika bo'ylab san haqingda gap-so'zlar tarqatdim. Lekin afsuski, menimcha qayerdadir xatoga yo'l qo'ygandim. Menimcha noto'g'ri tarjima yoki qandaydir gap tufayli meni tushuncham shunday edi. Ya'ni senga Ilya Topuryaga qarshi jang taklif qilishdi. Sen esa men allaqachon birinchi raqamli pretendentman. Nega Ilya bilan jang qilishim kerak deganday bo'lding. Shunga o'xshash gaplar. Men shunchaki sen va Ilya Topurya o'rtasida nima bo'layotganini tushunmoqchiman. O'zi umuman nimadir bo'lmoqdami? Ha, Topurya bizni divizionda o'ziga joy topishga urinayotgani haqida gap so'zlar yuribdi. Lekin men birinchi raqamman va aslida kamar uchun jang qilishni xohlayman. Menimcha bunday qilsak adolatli bo'ladi. Xalqaro janglar haftasiga ham to'laqonli tayyor bo'laman. Men faqatgina shuni kutmoqdaman. Kel shu yerda bir narsaga e'tibor beramiz. Chunki Charles keyingisi bo'ladi deb o'ylashgandi. Charlesni Islom Maxachevga qarshi turadigan birinchi raqamli pretendent deb hisoblashgandi. Ammo biz faqatgina qo'limizdagi ma'lumotlar asosida fikr yuritishimiz mumkin. Amaldagi yarim yengil vazn chempioni Ilya Topurya kamarini tashlab, sizning divizioningizga o'tishni bilmagandik. Bu qanday sodir bo'ldi? Masalan, meni savolim shunday bo'lishi mumkin. Agar Charlesning tanlovi bo'lsa, Ilya Islom bilan jang qilsa-yu, Charles kutsa, yoki Ilya Charles bilan jang qilsa-yu, Islom kutsa, qaysi ssenariy ko'proq ma'qul bo'lgan bo'lardi? Ilya Topurya sizning divizioningizga qanchalik noqulayliklar tug'dirdi? Chael, sen bu borada juda ham zo'rsan. UFC atrofida turli gap-so'zlar ko'p, lekin oxir-oqibat UFC keyin nima bo'lishini hal qiladilar. Eng to'g'ri yo'l bu Islom Maxachev va Charles Oliveira o'rtasidagi jang. Men shunchaki qo'ng'iroqni kutmoqdaman. Menga sanani, vaqtni ayting. Men tayyor bo'laman. Endilikda kel boshqacharoq qilib so'rayman. Chunki men aslida 70 kilogramlik divizion yetakchilari Ilya Topurya haqida nima deb o'ylashlarini bilishni xohlayman. Shuning uchun savolni shu nuqtai nazardan beraman. Hech bo'lmaganda Amerikada hozir shunday muhokamalar bo'lmoqda. Ya'ni Charles bor bizda, Islom bor va Ilya bor. Lekin hech kim, masalan, Sarukan haqida gapirmayapti. Hech kim u haqida gapirmayapti umuman. Xo'sh, bu qanday bo'ladi deb o'ylaysan? Bu topishmoq bo'laklarini qanday birlashtirsak bo'lar ekan? Agar masalan, Charles Ilyani Islom bilan jang qilishni maqsad qilganini bilib qolsa va keyin Sarukan g'olib bilan uchrashni xohlayotganini ayta boshlasachi, hozir mutlaqo jim bo'lgan Sarukan kutilmaganda pretendent unvoni o'rniga Charles oldida yana ikkita jang bo'lishi mumkin. Shunchaki bularni barchasiga qanday qaraysan deb so'ramoqchiman. Menimcha tushunishim bo'yicha sahna ortida bu haqda qandaydir suhbatlar bo'lishi kerak-ku. Chael, bilasanmi, bu yerda hammasi juda ham murakkab. Albatta tushunarliki, Topurya kamarini tashlab ketgan va hozir bu yerda kamar uchun jang qilmoqchi, to'g'rimi? Lekin u yangi jangchi bu yerda. Men bo'lsa bu yerda reytingda birinchi raqamman. Faqatgina nomer 1 keyingi pretendent bo'lish kerakligini hammamiz ham yaxshi bilamiz. Faqat shu jangdan ma'no bor. Men Islomga qarshi va hozirgi paytda boshqa hech qanday variantlardan ma'no yo'q. Charles, agar sen matchmaker bo'lganingda, seni fikringcha, o'zingni Islomga qarshi qo'yganingda, men shunchaki qiziqmoqdaman, bilasanmi? Ilya Topurya bilan qanday yo'l tutgan bo'larding? Uni kuttirib qo'yarmiding? Ya'ni uni debyut jangi baribir kamar uchun bo'lishi uchunmi? Balki u keyingisi emasdir, lekin uning uchun keyingi jang shunday bo'ladi. Yoki Ilyani Sarukanga qarshi qo'yarmiding? Negadir bu haqda hech kim gapirmayapti. Yoki hech kim tilga olmayotgan Ilya va Justin Gage'ning jangi haqida-chi? Mana aynan shu narsa meni hayron qoldirmoqda. Shunchaki so'ramoqchiman, Charles. Agar senda butun divizionni matchmakingga ta'sir qila oladigan kuch va imkoniyat bo'lganda, Ilya bilan nima qilgan bo'larding? Uni kelajagi nima bo'lishi kerak? Ha, ikki variant ham juda ham zo'r. Topurya baquvvat yigit, u yuqoriga ko'tarilish uchun kamarini tashlab ketdi. Agar u Arman yoki Gage bilan jang qilsa, bu ajoyib janglar bo'lgan bo'lardi va ishonamanki, bu barcha muxlislarga yoqardi. Yaxshi Charles, endilikda shaxsiy savolim bor.
Ankalaev Pereirani mag'lub qilganida Braziliyadagi ahvol, atmosfera qanday edi? Bu katta syurpriz bo'ldimi? Braziliyaliklarga qiyin bo'ldimi? Chempionlik kamarini yo'qotish buni vataningizda qanday qabul qilishdi? Bilasanmi, Chel, butun Braziliya buni his qildi. Menimcha, Alex yaxshi jang qildi. U deyarli barcha takedownlardan himoyalandi. Uni faqat bir marta yerga o'tkazishdi. Va u Alexga faqat bir marta va orqaga chekinayotganda yaxshi zarba berdi. Qolgan vaqtda u faqat Alexni setka oldida ushlab turdi. Shuning uchun menimcha Alex juda ham yaxshi jang qildi. Va o'ylaymanki, yaqinda bo'lib o'tadigan revanshda Alex uni ikkinchi raundda nokaut qiladi. Wow, ikkinchi savolim shunday bo'lishi kerak edi. Ya'ni revanshda nima bo'ladi, nima deb o'ylaysan demoqchi edim. Va sen bunga javob berding. Charles, sendan yana bir narsani so'rayman. Sen ko'plab jangchilarni sevimli jangchisan. Muxlislar seni juda ham yaxshi ko'radi. Ijtimoiy tarmoqlarda Charles haqida noto'g'ri gapirganim uchun muxlislar meni shunchaki ko'mib tashlashdi. Amerikada seni mana shunday yaxshi ko'rishadi. Lekin seni sevimli jangching kim? Kimni janglari seni ko'proq qiziqtiradi? Ha, men barcha muxlislarning sevgisi va qo'llab-quvvatlashini juda ham qadrlayman. Sevimli jangchilarim keladigan bo'lsak, Jose Aldo, Demian Maia, Jon Jones va yana ko'plab boshqa jangchilarni aytishim mumkin. Charles, yaqinda bir jang haqida gap boshlashdi va men bu borada seni fikringni so'ramoqchi edim. Ma'lum bo'lishicha, ular Dustin Poirier va Max Holloway o'rtasida jang qilishmoqchi ekan. Kamar o'rtaga qo'yiladimi, yo'qmi noma'lum. Ya'ni bu 5 raundmi yoki yo'qmi, bu ham aniq emas. Lekin biz 5 raund bo'ladi deb o'ylaymiz. Xullas, Max Poirierga qarshi. Seni fikringcha bu jang qanday bo'ladi? Menimcha ular BMF kamari uchun jang qilish. Men Dustin Poirierni ashaddiy muxlisiman. Uni jang qilish uslubi menga juda ham yoqadi. Uni zarbasi kuchli va men Max Hollowayga qarshi jangda Dustin Poirierni g'alaba qozonishiga ishonaman. Charles, ko'p narsani oydinlashtirganing uchun rahmat. Men bu yerda doim sen haqingda gapiraman. Va ishonchli ma'lumot olganimdan mamnunman. Endi men Amerika bo'ylab aniq ma'lumotlarni tarqataman. Men buni qadrlayman, do'stim. Senga ham katta rahmat, Chel. Biz ham buni qadrlaymiz. Parvardigor seni saqlasin. Do'stlar, bu intervyuga o'zingizning fikringizni bildiring. Agar keyingi bo'lib Oliveira pretendent deb o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing. Yoki Tapur Islom jangini ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastda kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Hammasini o'qish men uchun qiziqarli bo'lgan bo'lardi. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Bugun juda ham ko'p videolar chiqadi. Bitta dahshat like bosing, bu bizga motivatsiya bo'ladi. Prosmotr uchun rahmat, dahshat armiyasi.